Ortiqcha vaznli semiz erkaklarda ham, ayollarda ham jinsiy hayot passiv bo'ladi. Buni tan olish kerak, chunki erkak kishini ko'rganingizda qancha yog' massasi ko'p bo'lsa, vazni katta bo'lsa, bu erkakda testosteroni past bo'ladi. Jinsiy hayotga bo'lgan qiziqishi ham pasayib ketadi, passiv bo'lib ketadi. Ayollarimizda bo'lsa, ortiqcha vazni bormi, semizligi bormi, estrogen ortgan bo'ladi, progesteron gormoni tushib ketgan bo'ladi, hayz sikli buzilib ketgan bo'ladi va bu ayolda ham jinsiy hayotga qiziqish tushib ketgan bo'ladi, ya'ni passiv bo'ladi. Semiz erkaklarda ham, ayollarda ham qon aylanishi yomonlashishi kuzatiladi. Ortiqcha vazn yurak qon tomiri tizimiga bosim qiladi, jinsiy a'zolarga qon oqimini kamaytiradi. Natijada jinsiy hayot sifati yomonlashib boraveradi. Psixologik to'siqlar ham bo'ladi, ya'ni semiz bo'lgan ayol erkakda o'ziga nisbatan ishonch pasayib ketadi, tanasini yomon ko'rishni boshlaydi. Bu esa jinsiy yaqinlikdan qochish, sovuqlikni yuzaga keltiradi. Semizlik bo'ldimi, bo'ldi, uje sizda charchoq va harakatsizlik bor. Semizlik bilan bog'liq charchoq, energiya yetishmovchiligini jinsiy faoliyatga ta'siri ham juda ham salbiy bo'ladi. Stress va depressiya albatta ortiqcha vaznli insonlarda ko'p bo'ladi. Jinsiy o'zgarishlar, semizlik psixologik stress va depressiyani kuchaytiradi. Bu ham albatta jinsiy hayotga salbiy ta'sir ko'rsatadi.